Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu Texnozbek kanali va sizlar bilan Azizbek. Bugun biz sizlar bilan backend haqida gaplashamiz. Qani unda boshladik. Dasturlashni restoran deb oladigan bo'lsak, biz ko'radigan stollar, chiroyli zal, ofitsiantlar hammasi bu frontendga kiradi. Biz ofitsiantga buyurtma berganimizda ofitsiant borib oshpazga nima buyurtma berganimizni aytadi va oshpaz bizni buyurtmamizni tayyorlab yana ofitsiantga beradi. Ofitsiant uni bizga yana olib kelib beradi. Dasturlash ham shu kabi. Biz frontend orqali bir buyruqni backendga jo'natamiz. Backend esa shu buyruq asosida ma'lumotlarni izlaydi, yangilaydi yoki o'chiradi va bizga natijani qaytarib beradi. Backend oddiy yuzerga ko'rinmaydi. Sababi backendda juda katta funksiyalar, juda qiyin va tushunish juda murakkab bo'lgan funksiyalar yoziladi. Oddiy yuzer bularni hech birini tushunmaydi. Shuning uchun ham frontend oddiy yuzer uchun. Backendning ham ikkita eng asosiy dasturlash tili bor. Birinchisi bu Python. Python hozirgi kunda eng yosh va eng zamonaviy til bo'lib, men uni o'rgimchak odamga o'xshataman. Sababi hali yosh, ammo juda mashhur. Hozirda biz biladigan sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik va backend ko'p joyda aynan Pythonni ishlatadi. Eng mashhuri esa bu sun'iy intellekt. Hozirgi kunda barcha sun'iy intellektlar ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok barchasi Pythonda yozilgan. Ikkinchi dasturlash tili esa Java. Javani men Torga o'xshataman. Marveldagi Torga. Sababi barqaror va juda kuchli. Eski bo'lishiga qaramay. Java hali ham ulkan bank tizimlari, Android ilovalar, korporatsiya loyihalarida juda katta rol o'ynaydi. Sababi Java juda barqaror, xavfsiz va sifatli loyiha yaratish mumkin bo'lgan dasturlash tili. Kelinglar birozgina amaliyot qilsak. Uning uchun men avvalo IntelliJ IDEaga o'tib olaman. Va buni ishga tushirganimizda bizga natija chiqadi. Shuni aytishim kerakki, Java yaxshi, xavfsiz, sifatli dasturlash tili bo'lishi mumkin, lekin uning bir dona kamchiligi u qolgan tillardan, masalan Pythondan ko'ra birozgina sekinroq ishlaydi. Ammo sifat va tizim qurishda Java juda foydali dasturlash tili. Mana bizga yozgan ma'lumotimiz chiqdi. Va biz bu S-out orqali juda ko'p ishlar qila olamiz. Masalan, ikki sonni qo'shish yoki yanada boshqacharoq ishlar ham qila olamiz. Men sizlarga Javaning eng asosiy ikkita ma'lumot turini aytib bersam, ularning birinchisi int. Int faqat butun sonlarni qabul qiladi.
o'nlik sonlarni kiritish taqiqlangan. Mana, keling sinab ko'rsak. 45 2 yozsam xatolik berdi. Sababi butun sonlar uchun. String esa matn uchun maxsus tur bo'lib, uni biz asosan matn bilan ishlatamiz. Hozir biz run qilganimizda konsolda shu ikki ma'lumotdan boshqa hech biri chiqmaydi. Sababi men hali sout bilan tepadagi ikkita kiritilgan ma'lumotni chaqirib olmadim. Hozir bu amalda birozgina xatolik chiqadi. Sababi biz qo'shayotgan birinchi son bu int, ikkinchisi esa string. Natija ancha boshqacharoq chiqadi. Mana 45 ni va Azizbekni qo'shib string chiqardi. Hozircha shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat.